Dushmanni eng yomoni bilasizmi kim? Dushmanni eng yomoni bu qachonlardir siz bilan do'st bo'lgan kishidir. Ne qara, kim seni maqtab iltifot ko'rsatsa, birinchi hamlani undan kut, ehtiyot bo'l. Kim yoshsan, bu ishni eplay olarmikansan deb yoningga kelsa, birinchi hamla qiladiganni orqasidagi odam shu bo'ladi. Yuzma-yuz kelganda gapini eplab gapira olmaydiganlar. Orqamizdan eshakka o'xshab hangrab yotishibdi. Qarshimizda tizzasi qaltiraydiganlar. Ortimizdan echkidek sakrab yotishibdi. Bitta narsani bilib ol, ishni bilgan amalga oshiradi. Chala bilgan aql o'rgatadi. Bilmagan qoralaydi, qilolmagan pastkash loy chaplaydi.